Assalomu alaykum, hurmatli talabalar hamda tinglovchilar. Bugun ona tilidan o'tadigan mavzumiz nutq tovushlarining fonetik o'zgarishlari. Fonetik o'zgarish o'zi nima? Fonetik o'zgarish bu nutqda qulaylik, tejam uchun tovushlarning bir-biriga ta'siri natijasida yoki tutgan o'rniga ko'ra tushib qolishi, orttirilishi, almashishi va moslashishi kabi o'zgarish hodisasi hisoblanadi. Biz nutq tovushlarining o'zgarishini ikki turga bo'lib o'rganamiz. Birinchisi bu kombinator o'zgarishlar, ikkinchisi pozitsion o'zgarishlar. Bugungi darsimizda biz kombinator o'zgarishlardan biri, ya'ni assimilyatsiya xususida to'xtalib o'tamiz. Avvalo kombinator o'zgarish bu nima degan savolga javob izlaymiz. Kombinator o'zgarish bu so'z tarkibidagi tovushlarning bir-biriga o'zaro ta'siri natijasida ro'y beradigan fonetik o'zgarish hisoblanadi. Kombinator o'zgarishlar o'z navbatida biz bularni 3 turga bo'lib o'rganamiz. Ya'ni birinchisi assimilyatsiya va dissimilyatsiya va metatiza hodisalari. Bugun biz boya ta'kidlaganimdek assimilyatsiya xususida to'xtalib o'tamiz. Assimilyatsiya hodisasi o'zi nima? Assimilyatsiya bu tovushlardan birining ikkinchi bir tovushni o'ziga aynan yoki bo'lmasa qisman o'xshatib olishi hisoblanadi. Masalan, misol keltiradigan bo'lsak, xatga biz tushum kelishlik qo'shimchasini qo'shamiz, ya'ni xatni demoqchi bo'lsak, assimilyatsiyaga uchraganda xatni, ya'ni bunda o'zakdagi t tovushi affiks tarkibidagi n-ni aynan o'ziga o'xshash tovush t ga aylantiradi. Biroq yozilishi xatni tarzda yoziladi. Yana bir misol keltiradigan bo'lsak, ishga so'zi, ya'ni ish so'ziga jo'nalish kelishlik qo'shimchasini qo'shadigan bo'lsak, ishga bunda assimilyatsiya hodisasi ro'y berib, ishga, ya'ni bunda o'zakdagi jarangsiz undosh sh affiks tarkibidagi jarangli undosh gni o'ziga qisman o'xshatadi, ya'ni jarangsiz k ga aylantiradi. Ya'ni ishga tarzda talaffuz etiladi. Biroq bunda ham yozilishi ishga tarzda yoziladi. Endi assimilyatsiyani biz yana o'z navbatida ikki turga bo'lib o'rganamiz. To'liq assimilyatsiya va to'liqsiz assimilyatsiya. So'z tarkibidagi bir tovushning ikkinchi bir tovushni aynan o'zi kabi tovushga aylantirsa, bu to'liq assimilyatsiya hisoblanadi. Ya'ni bunda aynan o'zi kabi tovushni o'xshatib olishi.